Obunachilar, sizlar bilan yana men YouTube Frego bolalar. Hop, bu videomiz bolalar. Hop, men o'zimning Minecraft'imda bitta zona bilaman, shu bitta joydan qanchalik ko'p qishloq topganim va qanchalik ko'p narsalar yasaganim, shuni sizlarga bolalar o'z uchun bo'lmaslarga ham kerak obzor qilaman. Bir xillari uchun bu nima desam ekan, bir xillar buni masalan ko'rgisi kelar. Masalan mening nimalarimda bir xillar yo'q. Hammaning nimasi bolalar har xilcha. Xo'p, endi obzorda boshladik bolalar. Bu qishloqni men hozir topdim bolalar. Hozir emas u. Hozir emas u. Minutchalar qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman bolalar. Xo'p, mana birinchi qishlog'imni ko'rdilaring. Xo'p, keyin men bu tomondan bolalar o'tgan videomdagi qishlog'imni ko'rsatdim. Nan ham eski qishlog'im bor. Uchinchi qishlog'im bolalar. Mana bunday olmosli. Qanaqa olmos, izumrudli yo'l qurganman bolalar. Mana bu yo'q, lekin men bitta mod o'rnatdim bolalar. Bu daraxt o'zing bilasizlar bor. Mana bu yerni men o'zimniki qilib oldim. Nima desam ekan? Ularni o'ldirdim. Qaroslar o'zimizda o'shalarni o'ldirdim va joyini o'zimniki qilib oldim. Va bular nima desanglar bolalar? Mening modim mahsuli. Xo'p bolalar, ularning ko'rinishi xuddi odam yoki o'yinchilarga o'xshaydi. Afsuski bular jitel. Bolalar, afsuski bu jitellar. Lekin bular yaxshi tomoni, masalan, skelet, masalan, shunga o'xshash creeperdan boshqa hamma narsani uradi bolalar. Hozir bolalar, mana aytganimdek, o'sha creeperdan boshqa xuddi golemga o'xshaydi. Lekin tan olaman, golemdan kuchsizroq, lekin nima desam bo'ladi, qulay. Potteslarning bo'ylaring tengi bo'ladi. Potta nima desam ekan, jitlar bo'yi tengi bo'ladi demoqchiman. Jitlar bo'yi bizdan bo'ladi, lekin xo'p bolalar, bu modda keyinroq videoning oxirida yoki keyingi videolarda tanishtiraman bolalar. Bu boshqa mavzu. Men obzor qilishim kerak bolalar. Xo'p, hozir bolalar, mana bu qishloqni men egalladim. Jitillar men bitta qaroqchilarni chaqirdim. Red boshladim. Jitlar ularni o'ldirdim, lekin keyin videolarimni bir ikkita chet ishlatdim. Bir xil jitlarga yomon ta'sir qildimi bilmadim. Shu bilan ko'rinmay ketishdi bolalar. Xo'p, ana undan keyin o'zimning bolalarni tepaga chiqib o'tiraman. Xo'p, mana chin o'zimning uyim. Qishloq emas bolalar, o'zimni chin kerakli uyim. Shunaqangi joylarim bor, shaxtalarim bor. Agar men hozirda hammasini sizlarga obzor qilib beradigan bo'lsam, kamida bir 40 minut yoki yarim soatda o'tib ketadi. YouTube esa menga 20 minutdan ko'p videolarni taqiqlab qo'ygan. Hozir o'zi 4 minut o'tib ketdi. Hammani yetib ham keldik bolalar. Bu yer sizlarga tanish bo'lsa kerak. Oldinlari men bu yerlarni obzor qilganman, narsalar yasaganman. Bu yerlarni bilsalaring kerak. Balkim bir xil yangi obunachilarimiz bilmas. Bu yerlar, mana bu yer mening oshxonam bolalar. Mana shu yer. Bu yerda men bilasizlar, fermerchilik va shunga o'xshash bog'bonchilik narsa yetishtiradi jitellarimning o'zlari. Va bu yerda men oldin qo'y boqar edim. Qo'y bolalar, va qachonlardir 208 ta bo'lgan paytimiz bolalar.
shu mana shu narsani portlatganman bolalar. Yo'q, 2.8 ta bo'lgan paytimiz bolalar. Shu narsani portlatgan bu Ka'ba bolalar. Bu haqida ham video qo'yganman bolalar, hamma narsa haqida video qo'yganman. Mana bu esa 1000 ta bo'lmoqchi bo'lgan. Yo'q, 10.000 ta bo'lmoqchi bo'lgan paytim bolalar. 10.000 ta axir biz endi 11.000 taga ham qarab qadam qo'yganmiz. Oz qoldi bolalar. 100 qanchadir ham qoldi bolalar. O'shani tezroq yakunlashimiz kerak. Mana bu gumbazga o'xshash narsani ham bilasizlar, lekin bu yerni to'lig'icha bilmaysizlar bolalar. Mana bu yerni men bitta drakon yaratdim va bu yerga qarab ketdi va men esa uni shaxta qilardim. O'zi bola, ha, men bu narsani aytishni unutmang. Minecraft'larda bu narsa yo'q. Hali keyingi videolarimda boyagi modni ko'rsatish bilan qo'shib bolalar, agarda mana shu videomizdan keyin normalniy hech bo'lmaganda obunachilarimiz hozirda biz 118 tamiz, 818 tamiz. Shu 900 ta obunachi yig'olsak bolalar, 00900 ta bo'lgan paytimiz mana shu narsaning cheatini, u narsaning modini, bu mod emas bolalar, mana bu cheat. Bu narsada bolalar qaranglar, masalan sizlar hop o'sha payt aytaman, bu sizlarga juda ham kerak narsa, sizlarni mesamagan himoya qiladi va shunga o'xshash ko'plab narsalar bolalar. Himoya qiladi. Bu deganimda, masalan hozir mana bu qizil narsalar jonlida yoki mana bu nastroykani bolalar, mana bu yerini mana tojdan masalan boshqasiga mana yulduzga qilasizlar bolalar va mana bolalar, ko'ryapsizlarmi? Chiqolmayapman. Umuman chiqolmaysizlar, faqat o'zlarining ochib qo'ygan joyidan chiqasizlar va uning tagidagi mana bu bloklarni ham mana qaranglar bolalar. Lekin men kreativdaman hozir. Mana bloklarni ham umuman buza olmaysizlar. Mana bularni buza olmaysizlar, lekin mana bularni buza olasizlar. Undan bitta tagida bo'lsa ham buzolmaysizlar bolalar. Xo'p, tezlashtirib nastroykani to'g'rilaymiz. Agar sizlar masalan mirlaringga birinchi to'qsang esa, sizlar esa mana shunaqada o'ynasalaring juda ham foyda beradi bolalar. Xo'p, bu yerlarni ko'rsatdim va mana tog'da men lift qurganman bolalar. Bu juda ham qiziq narsa. Xo'p, hali hammasi haqida yana bitta video ishlab chiqaraman va narigi qishloq haqida, ya'ni men aytdim-ku 3 ta qishlog'im bor dedim, ikkitasini ko'rsatdim, ammo qorli zonadagi qishlog'imni ko'rsatganim yo'q. Bitta joyda shu joyda qurganman bo'lib, mana buni bosamiz, kiramiz. Mana buni bosamiz, kiramiz bolalar va bu yerdan ko'ryapsizlar. Olov, ya'ni shunaqa narsalar o'tadi bolalar va mana bu yerdan sakraysizlar bolalar. Jonlilar ham hech qanaqa kirmaydi va begonalar kirsa bu yerdan narsa otadi va mana bu yerda bilasizlar, buni oddiy Minecraft'lar ham bilsa kerak. Bu yerlar esa hop bizning, ya'ni men qamoqxonalarim bo'lgan bolalar, qamoqxona qurmoqchi bo'lganman. Mana 5 shaxta ham deganman, boyagi shaxtam, mana bu yerda ham bitta shaxta, ikkita shaxtam bor bolalar. U 2.0 shaxta, bu esa 1.5 shaxta. Bolalar, buni bitta bossak, mana kiramiz bolalar. Mana bu shaxtada ham ko'p narsalar bor. Bu yerda ham o'sha aytganimdek dragon shaxta bizga yaratib bergan qulaygina. Bu yerlar qamoqxona qilganman, vardan shunga o'xshash narsa, ya'ni yangi modini sinaganman, urushtirganman. Xo'p, mana bu yerni ham ko'rsatdim. Hop, qilamiz, ketamiz va liftdan tepaga ko'tarilamiz bolalar. Hop, mana chiqdik. Juda ham qattiq qo'rqlash xizmat qilganman bolalar. Bu yerdan chiqib, xohlaslaring bunday qilib, bunday chiqsalaring va mana bu yerga masalan kimdirlar hujum qilsa, mana bu yerdan pata
o'chirasizlar bolalar. Hop, qishlog'imni yondirib bermaydi degan umiddaman bolalar. Hozir sizlarga ikkita qishloq ko'rsatdim. Hop. Mana hamma pashti hammasini ko'rdilaring bolalar. İkinci qism, bu birinchi qism bolalar. Obzorning ikkinchi qismini har doim qismdan qilishga qilganman bolalar. İkinci qismini hech bo'lmaganda mana shu videoning tagida 50 ta like yig'ilganda men yana qaytdim bolalar, aytganimda YouTube'ga 50 ta like yig'ilganda bolalar ikkinchi qismini chiqaraman. 50 ta bo'lmasa ham 30 ta bo'lsa ham bo'ladi. Mayli. Bolalar, mayli, sizlar bilan men YouTube efiriga bo'ldim bolalar. Obzorimiz birinchi qismi tugadi. 30 ta like kelgandan so'ng ikkinchi qism ham chiqadi. Kimga yoqqan bo'lsa kommentariyalarga ikkinchi qismni ham chiqaringlar denglar. Xayr, sizlar bilan YouTube efiriga bo'ldi.